Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti birinchi kurs magistrantiman. Davlat moliyasi va xalqaro moliya yo'nalishida bu yil ta'lim olmoqdaman. 2017-yil Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tgan xalqaro matematika olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritganimdan keyin 2020-2021-yillarda Islom Karimov nomidagi nomdor stipendiyatni iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha qo'lga kiritdim. Quvonarlisi shuki, Bolgariyaning Blaygora shahrida bo'lib o'tgan 28-universitet talabalari o'rtasida xalqaro olimpiadada matematika yo'nalishi bo'yicha kumush medalni qo'lga kiritdim. Oxirgi 5 yillikda iqtisodiy salohiyatimizni oshirishga katta e'tibor qaratilyapti. Shuning isboti sifatida aytishimiz mumkinki, 2021-yilda o'tgan yilning birinchi yarmiga nisbatan o'z iqtisodiyotimiz 6.8% ga o'sdi. Qishloq xo'jaligidagi mahsulotlarimiz takomillashgan holda sanoatda ishlab chiqarilyapti. Bu rivojlangan mamlakatlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bu eng katta yutuqlarimizdan biri deb aytishimiz mumkin. Biz yosh iqtisodchilar, yosh olimlarga juda katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun juda ko'plab grantlar berdi. Yosh olimlarning izlanishlari shu asnosida bo'lyapti. Aytishimiz mumkinki, $450 million ga yaqin mablag' asosiy shu yo'nalish uchun to'g'ridan-to'g'ri jalb qilindi va shu mablag'larning mahsuli sifatida aytishimiz mumkinki, universitetimizda va boshqa universitetlarda juda ko'plab olimlar yetishib chiqdi. Sun'iy intellektni iqtisodiyotimizga jalb qilish uchun aytib o'tganimizdek ko'plab mablag'lar, grantlar ajratildi. Shuning mahsuli sifatida o'zim Rossiyada joylashgan Higher School of Economics'da Artificial Intelligence programmasini yutib oldim va 3 oy u yerda tahsil olib, o'zimizga, davlatimizga berilgan sharoitlarda unumli foydalanganligimni ko'rsatmoqchiman. Natijada magistratura yo'nalishini tugatgan holda o'zimning ilmiy tajribam va ilmiy maqolalarim asosida iqtisodiyotimizning sektorlarini yanada zamonaviylashtirish va raqamli iqtisodiyotni yanada takomillashtirish uchun katta maqsadlarni qo'yganman.